Shu qamoqda chirib ketganim yaxshi edi. Temir panjaralar yolg'on so'zlamaydi. Ikki sevishganni orasiga kirib, ularni ayirmoqchi bo'lganding. Yani 300 bo'lganda zo'r bo'lardi. Lekin uyimizga kelmagan yaxshi. Ish qilib sen aytib qo'ymadingmi? Yo'q, aytmadim. Ish qilib qo'rqqaningdan biror joyga surib yubormadingmi? Qamoqxonada rosa qiynalgandirsiz, a? O'sha yerda ko'rish deyaptilar. Oying aytaveradi. Axir biz nimaga kelishdik? Shirin, bir kun o'rningni egallayman degandim. Sen yolg'on gapiryapsan. Shirin hech qachon bunday gaplarni gapirmaydi. Uning og'zidan bunaqa gaplar chiqmaydi. Ha? U farishta. O'lsa to'g'ri jannatga tushadi. Shunaqami? Kechirib qo'yasiz. Har bitta odamni yomon tomoni bo'ladi. Shu haqida kecha gaplashganmiz. Meni ham yaxshi tomonlarimni ko'rsangiz bo'lardi. Shunaqa tipirchilayversangiz, Mana, Gulning yerini qara. Mendan foydalanib qancha boylikka ega bo'ldi. Baribir singlimi tashab ketdi-yu. Agar boyimaganda balkim tashab ketmasmidi? Tashab ketardi. Bunaqa odamlardan hamma narsani kutish mumkin. Gap shunday. Bir qarorga kel, qizim. Nima deysan? Yana erim deysanmi? Singling voz kechdi-ku. Sen nega voz kechmaysan? O'zim senlarga hashamatli saroy qurib beraman. Rohat, farog'atda yashaysan. Bolalaringni o'qitasan. Menga qara. Men bu boyliklarni kim uchun yiqqanman? Seni ko'rib o'zim chida olmayapman. Hammasi yaxshi bo'ladi, dadajon. Xavotir olmang. Ya balo ham bo'lmaydi. Pul bersam ham olmaysan. Shundaymi? Ha, olmayman. Ha. Ota bola. Ja gaplashib qoldinglarmi? Ota bola g'iybatimi qilyapsizlarmi? Qizim. Dada. Bu safar yo'limni to'sma. Men bir kuyov bilan gaplashib olay. Bor sen ishga kir. Dada, faqat iltimos. Dada. Xavotir olma. Sen uchun bu nodon bilan tortishib o'tirmayman. Qaynota kuyov. Yolg'iz qolar ekanmiz-da. Menga qara u. Qani? Majlisni boshlang, dadajon. Bu yer majlis uchun yaxshi joy emas. Qolroq joyga o'tamiz. Hop. Mayli. Istagan joyimizda bir xil gapiramiz. Qaniydi? Gapirmasdan ish qilganingizda edi. Uyda yegan noningiz bo'lardi. Qani yuringchi? Hop. Sekinroq. Nimaga keldingiz? Salom Guli. Hayron qoldingmi? Yo'q, umuman hayron qolganim yo'q. Chunki sizdan boshqa odam surbetlarcha kelmaydi. Uying yaxshiga o'xshaydi. Xudoga shukr. Juda ham yaxshi. Tinch yashayapmiz, xotirjam bo'lib. Faqat ba'zilar kelib tinchligimni buzmasa bo'ldi. Ancha o'zgaribsan-ku Guli. Lekin yosharib ketibsan. Bilasizmi?
inson xotirjam bo'lsa, yosharar ekan. Shunaqa degan? Menimcha yana qaridgon ko'rinaman. Qarasak ham birga qaraymiz. Ortizdan hozir sevar kelsa ham ajablanmayman. Sizlar er-xotinlar odam tinchligini buzishga juda ham ustasizlar. Undan ko'ra tinchligini buzmoqchiman. Shuning uchun keldim deb aytib qo'ya qoling. Yoki ikkalovinglar tinchliklarni buzamiz degan tashkilot ochinglar. Guli, xavotir olma, Sevara kelmaydi. Nega? Yo'q, kelmaydimi? Demak, oyim chizgi aytmabsiz-da, a? Mana buni yangilik desa bo'ladi. Tezroq yoniga boring, tag'in bilib qolmasin. Guli, men shu yerda turaveramanmi? Nima qilibdi? Yaxshi turibsiz. Agar istasangiz, bemalol ketishingiz mumkin. Gaplaring keskir. Rostdan ham ancha o'zgaribsan. Odil aka, o'zgarmasam bo'lmas ekan. Qarasam, hamma meni oyoq osti qilib tashlayapti. Seni g'ururing kuchli. Sen hech qachon oyoq osti bo'lmaysan. Ha. Sizni ham g'ururingiz kuchli bo'lsin deb duo qilaman. Duo qilishing shart emas. Shundoq ham kuchli g'ururim bor. Ko'ryapman g'ururingiz qanchalik kuchliligini. Guli, agar yoningga kelayotganimni nazarda tutayotgan bo'lsang, men begona odamni yoniga kelayotganim yo'q. Bilsiz agar, men sizga begonaman. Ammo o'g'lim begona emas. Bu gapingiz bilan hozir siz uyga kirmoqchimisiz? Albatta. O'g'lim qanaqa sharoitda yashayapti, o'z ko'zlarim bilan ko'rishim kerak-ku. Xavotir olmang, o'g'lingiz juda ham zo'r sharoitda yashayapti. Tinch, urush yo'q uyda. Lekin ko'rmagunimcha ishonmayman. Odil aka, siz oilali odamsiz. Keting. Begona ayolning uyiga kirish uyat emasmi? Sen menga begona emassan. Obbo, yana ertagizda boshlamang. Bo'pti, kiring. Faqat tez chiqib ketasiz. Men hozir Omonni chaqiraman. Aylanish uchun ketsanglar, juda ham yaxshi bo'lar edi. Yaxshiyam shu bolam bor. Voy. Qalaysiz, jonim? Shirin bo'lib uxlayotgan ekansiz. Uyg'otgim kelmadi. Shirin bo'lib degan? Obbo. Bilmasdan og'zimdan chiqib ketibdi. Achchiq bo'lib uxlab yotgandingiz. Yoqimli desa ham bo'ladi. Men ko'chaga chiqmoqchiman. Ko'chada nima qilasiz? Nima qilardim? Ishlarimdan xabar olaman. Yo'q, bugun chiqmaysiz. Ertaga chiqasiz. Bugungi kunimizni birga o'tkazishni xohlayman. Ancha paytdan beri ishga bormadim. Vaziyatni bir borib, o'zim nazorat qilishim kerak. Kecha Aqljon bilan gaplashdingiz-ku? Agar muammo bo'lganda aytgan bo'lardi. Ha, balki menga kotiba bo'lib ishga kirarsan. Ichimdagini topdingiz. Shuni o'ylab turgandim. Rostdan ham yoningizda ishlasam bo'lmaydimi? Yo'q, bo'lmaydi. Sen undan ko'ra jimgina uyda o'tir. Xo'pmi? Xo'p, o'tiraman, lekin to'ydan keyin. To'ygacha esa qiladigan ishlarimiz juda ham ko'p. Hammasini birga qilishni istayman. Birga to'yxona topamiz. Keyin menga kelin libosini tanlaymiz. Taklifnomalar degandek. Ha, keyin anavi Shiringa ham bittasini jo'natamiz. To'yimizga kelib bir ichi yonsin. Shirin prokuraturaga yozgan arizasiga ko'ra biz
qonuniy ajrashibmiz. O'zim aylanay. O'zi shuni o'ylab yurgandim. Endi bemalol zaksdan o'tishimiz mumkin. Unda ishni shundan boshlaymiz. Yo'q. Jamila. Hammasini birin-ketinlik bilan hal qilamiz. Hozir nikohdan o'tolmaymiz. Nimaga unaqa deyapsiz? Negaki unga ko'p vaqt ketadi. Shuning uchun ham avval to'y qilamiz, keyin bemalol nikohdan o'tsak bo'ladi. Ana ko'rdingizmi? Siz baribir ishbilarmonsiz-da. Aqlingizga qoyil. Baribir o'qigansiz-da. Bo'pti, unda to'y qilamiz. Keling jonim, avval choy ichib olaylik. O'tiring. Undan keyin istagancha maslahat qilamiz. Ortimda yur. Tinchlikmi dada? Seni uyingda qachon tinchlik bo'lgan? Jirpanglamaginda meni yaxshilab eshit. Men Arslonman. Senga o'xshaganlar 100 ta bo'lsa ham bir deganda esni kirgizib qo'yaman. Agar qizim shu paytgacha meni to'xtatib qolmaganda, seni allaqachon esingni kiritib qo'ygan bo'lardim. Aqling shu paytgacha kirmasa, qabr kiritib qo'yadimi? Ha? Erkak, ahvolingga bir qara. Uyalmaysanmi? Uyingda yegani noning yo'q. Xotining, bolalaring och. Bu isnotni qanday ko'tarib yuribsan? Undan ko'ra, borginda anu saroyga borib, o'zingni os. Meni unaqa gaplar bilan qo'rqitmang. Hali ko'rasiz, yaqinda boyib ketaman. Miyamda g'oyalarim bor. Loyihalar bor. Seni loyihalaringga ham, g'oyalaringga ham tupurganman. Seni taniganimdan buyon loyiha haqida gapirasan. Loyiha deganda osmondan tushib qolmaydi hech narsa. Harakat qilish kerak, mehnat qilish kerak. Sen esa faqat gapirasan. Jag'ing tinmaydi. Mendan nima istayapsiz? Uyimizga kirganingizni ko'rishdi. Menga nimadir qilsangiz, ustingizga arz qilaman lekin. Sen biror narsaga yarasang ekanki, senga qasd qilsam, menga qarak yo'q. 100 gram ichib olib, meni tanimay qoldingmi? Bilasanmi? Senga o'xshaganlarni nechtasini yer bag'riga tiqqanman. Menga qara. Agar shu zaylda davom etadigan bo'lsang, mendan yaxshilik kutma. Senga bir hafta muhlat beraman. Shu bir hafta ichida o'zgarsang, o'zgarding. Bo'lmasa, seni yo'q qilaman. Bu safar niyatim jiddiy. Qizimni ko'z yoshlariga ham qarab o'tirmayman. Harakat qilaman. Eski ish joyimga borgandim. Ichkariga kirgizishmadi. Oliy ma'lumotli bo'lsang. Lekin ahvolingni qara. Seni bu ahvolda kim ichkariga kirgizadi? Nabiralarimni ko'ziga qarab, o'zimni kechira olmayapman. Bu safar sabrimni sinamagin. Sendan iltimos. Paymonim to'ldi. Nimaga aynan meni ikkita kuyovim latta bo'lib chiqdi? Undan ko'ra meni yonimda yurmaysanmi? Gerdayib. Xayf senlarga. Yigit degan nom. Gaplarimni o'qdingmi? Tushundim. O'zingiz bosing. Bolalar ko'rishi mumkin. Bolalarni ko'rishidan uyalyapsanmi? Undan ko'ra ularni qornini to'yg'iz. Tushundingmi? Kuyov. Bu oxirgi gapim.
Ey Xudoyim. Shu yerni ham topib kelibdi. Uyimiz chiroyli ekan. Ha, o'g'lim va uning onasini uyi chiroyli ekan demoqchi edim. Qo'yib bersa shu yerga ham egalik chiqasizlar. Guli, o'zimni uyimdan chiqib ketayotganimdagi gaplarim esingda bo'lsa kerak-a? Xavotir olma. Senga tashvish keltirmayman. Bilib bo'lmaydi. Xotinchiz vagonlab tashvish sudrab yuradi-yu. U ham xos tashvish izlab yuribdi. Unga ham hozir tinchlik kerak. Bilib qo'ying. Agar sizni ortingizdan shu yergacha kelsa, qiliq chiqarsa, bu safar umuman ayab o'tirmayman. Atigi 2 kungina yashadik. Lekin shuni ham ko'p ko'rdi. Men seni tinch yashashingga xalaqit bermayman. O'g'limni sog'indim. Keyin ayting. Keyin aytishingiz ham shart emas. Mayli, aytmayman. Chunki meni sog'inadigan boshqa odam bor. To'ppa-to'g'ri. Bir-biringizga mossizlar-ey. Ko'chada kimdir bizni ko'rsa, baxtli bo'linglar, qo'sha qaranglar deb duo qilishyapti. Yaxshi-ku. Yaqinda oilaviy munosabatlaringiz mustahkam bo'ladi. Farzand ko'rasizlar. Ha. O'g'lim bo'ladi. Unga ham ism tanlab qo'ydim. Olimjon. Akasini ismiga o'xshagan bo'lsin dedim. Uni akasi yo'q. Unga aka kerak bo'lsa, boshqa aka topinglar. Mana shu yerda turing. Hozir o'g'limni chaqiraman. Guli. Shu yergacha keldimmi? Endi ko'nglingga ham kiraman. Qizim qanisan? Voy, dadajon chaqirdingizmi? Qizim, men endi ketdim. Ha, uyga kirsangiz bo'lardi, dadajon. Yo'q. Uyingga bir haftadan keyin kelganimda kiraman. Bugun biz bilan qoling, bobojon. Ko'zimni gavhari. Albatta qolaman. Istasang, o'zim bilan olib ketaman. Bobom bilan ketsak bo'ladimi, oyi? Ertaga qaytardik. Yo'q. Boboyning ishlari ko'p. Bezovta bo'ladilar. Ey, menga qara. Nabiralarim hech qachon meni bezovta qilishmaydi. Qani, chuchvaralaringni olib chiq. Qizim o'z qo'llari bilan tukkan chuchvaralarni o'zim yeyman. Hammasini olib chiq. Sotib olaman. Qo'yavering, dada. Olib chiq dedim. Hozir o'zim olib chiqaman. Bekzod. Qancha pul bersam ham miq etmay olasan. Bo'lmasa, uyingga qaytib kelmayman. Voy, dada. Sendan arazlayman. Yo'q, dada. G'alati bo'ladi-yu. O'z dadasidan pul olsa, nimasi g'alati qizim? Xo'p, dada.
Aytganingizni qilaman. Nimasini sanayapman? Meni qizim tukkan chuchvaralar bebaho. Mana bu chuchvara uchun. Ma, ol. Dada, bu ko'p-ku. Aytdim-ku, qaytmay olasan deb. Mana bunisiga esa nabiralarimga kiyim-kechak olib berasan. Dada, shuni o'zi yetadi. Ushla. Gapni ko'paytirma. Chuchvarani mashinaga olib chiq. Dada. Oyjon, qo'yuring, menga kitoblar olib berasiz. Oling. Jonim, to'yimizni qayerda qilamiz? Nima bo'ldi? Yo. Versaldami yoki Yakkasaroydami? Anavi ismini aytmaydigan bilan to'yingiz qayerda bo'lgan? Florensiyada bo'lgan. Unda biz ham o'sha yerda to'y qilamiz. Sen Shirin bilan qaslashni qachon bas qilasan? Uni unutganingizda bas qilaman. Men uni unutganman. Umuman eslaganim yo'q. Faqat sen uni esimga solyapsan. Yolg'on gapirmang. Hech qanaqasiga unutganingiz yo'q. Xayolingiz o'shanda. Tinmay o'shani o'ylayapsiz. Sen esingni yeb qo'yibsan. Uni hech ham o'ylaganim yo'q. Qamoqda aytgan gaplaringiz to'g'ri chiqdi. Ha, shunaqa. Men senga aytgandim. Yuraksiz haykalni nima qilasan degandim. Menga farqi yo'q deding. Birinchi kundan bunchalik og'ir botishini bilmagandim. Endi qalbingiz ham meniki bo'lishini istayman. Hech qachon Jamila, hech qachon bunaqa bo'lmaydi. Hech qachon yuragim seniki bo'lmaydi. Unda meniki bo'lish uchun imkon bering. Imkon bering menga. Iltimos sizdan, men harakat qilaman. Siz aytgandek ayol bo'laman. Jamila, sen agar farishta bo'lsang ham, men senga ko'nglimni bera olmayman. Tug'ilmagan farzandimni o'ldirganing hech ham esimdan chiqmaydi. Shuning uchun ham bu narsani umid ham qilma. Sizga bola kerakmi? Meni o'zim tug'ib beraman bolani. Mana ko'rasiz, Arslondek o'g'il tug'ib beraman. Shirin deyishni bas qiling. Uni faqat bolangiz tufayli yaxshi ko'rgansiz. Boshiga qiyinchilik tushgani uchun achinyapsiz. Ha, achinyapman. To'g'ri, uni sevamanmi yo'qmi o'zim ham bilmayman. Lekin achinayotganim rost. Men ham qanaqa kunlarni boshimdan kechirdim. Nima, menga achinmaysizmi? Achinganim uchun yoningdaman. Shuning uchun ham shartingga rozi bo'ldim. Mayli, ol, ovqatlan. Men hozir kelaman. Haliyam o'shani eslayapti. Dada? Iya. Assalomu alaykum dadajon. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Qalaysan, bolam? Yaxshi, rahmat. Yaxshi yuribsanmi? Ha, qanaqasan? O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi. O'zingchi? Ha, yaxshiman. O'zing yaxshimisan? Rahmat. O'qishlaring yaxshimi? Ha. To'g'risi dada, sizni kutmagandim. Iya. Bizni qayerdan topdingiz? Iya. Bilasan-ku. Dadangman-ku. Topaman-da. Iya.
ikkovinglar o'yin qilmay qo'ya qolinglar. Kim kimga manzil berganini juda ham yaxshi bilaman. Men dadamga bu yerda yashashimizni aytganim yo'q. To'g'rimi dada? O'zingiz ayting. Albatta, to'g'ri. Men o'zim so'rab, surishtirib topib keldim. Ana ko'rdingizmi oyi? Bizni ko'rgani kelibdilar. Seni ko'rgani kelibdi o'g'lim. Qornim ochdi. Tuxum qovurib bering. Yaqinda choy ichding-ku. Bilaman. Baribirga ham qornim ochdi-da. Dada, siz ham qorningiz ochmi? Ha, juda ham. Qornim ochdi. Biror nima yemasam boshim aylanadi. Voy. O'zingizcha birama qilsizlar-ey. Qorni och odam ovqatlanish kerak, oyi. Dada, yuring ichkariga kiraylik. Xo'p. Omon, oshxonani bilasan. Bemalol dadam bilan kirib, tuxum pishir. Dadang juda ham yaxshi tuxum pishirib beradi. Nima qilibdi? Albatta shunday qilamiz. Sen qovurgan tuxumdan men shirinroq tuxum qovurib beraman. Dadajon, yura qolsangiz-chi? O'g'lim, sen ichkariga kirib turgin. Xo'p, hozir. Bolam juda ham och qolibdi, onasi. Men onasi emas. Guliyman. Xo'p. Gulixon onasi. Bolam dadasini juda ham sog'inibdi. Odil aka, biz shu yergacha yetib keldikmi? Bilyapman. Bolalarimga qiyin bo'lyapti. Yes. Ey! Bugun ja boshqacha kun bo'ldi-ya. Qizim, sen ichkariga kirib turgin. Onangiz bilan bir gaplashib olaylik. O'zimni xotinjonim. O'zimni xotinginam. O'zim mehribon xotinim. Ko'z ochib ko'rganim. Yuragimning bir parchasi. Ha, nima deysiz? Chuchvara uchun xamir boshlashim kerak. Keyin magazindan narsalar olib kelgani borishim kerak. Qor bobo sovg'a berib ketdi. Buni o'z ko'zlarim bilan ko'rdim. U chuchvarani puli. Aborot qilishim kerak. Men turganda sen magazin sarson bo'lasan. Mana men o'zim borib qilib kelaman hamma narsani. Yo'q, o'zim chiqib kelaman. Onasi. Biz qaynotam bilan hammasini kelishib oldik. Bo'ldi, sen aytganda ish qilamiz. Pulni bersam, chiqib ichib kelasiz, shunaqami? Bir kuni mana shu aroq magazinini yoqib yuboraman. Bu magazin bilan endi meni ishim yo'q. Umuman ishim yo'q. Borib bemalol o't qo'yishim mumkin. Bahorada qarz daftarimni olib ketardi. Mana ichmayman. Lekin ovora bo'lman. Buni so'masa shahardagidan olishimiz mumkin. Kerak bo'lsa, hammasiga o't qo'yaman. Qanaqa tushunmagan xotinsan-a? Ha? Eringga ishonmayapsanmi? Senga aytyapman, o'zim chiqib kelaman. Bo'lmasam, ikkalamiz birga chiqib kelamiz. Bo'lmaydi. Qaysi erkak mahallada xotini bilan yetaklashib yuribdi? Odamlar nima deydi? Xotini bilan yuribdi, qo'chqor demaydimi? Bo'pti. Unda 10 metr orqangizda yuraman. Bo'pti, kerak emas. Hech bola kerak emas. Senga o'zgarganimni isbotlamoqchi edim. Axir dadam bilan kelishib oldik. Birga motor zavodini quradigan bo'ldik. Tushunding? Qurilmagan zavodlaringiz 1000 dan oshib ketgan bo'lsa kerak-a? Ustimdan kulyapsanmi? Pulim bor-da, kulasan. Pulni cho'z. Ro'yxatdan yozib ber, tamom.
Xo'p. Sizga ishondim. Qarang, yana hammasini ichib yormang. Nimaga ichaman? Ichmayman. Hammasini olib chiqaver. Uyga bu narsa olib kelaman. Go'sht mayda chuyda. Dadam bergan bo'lsa ham peshana terimiz bilan topgan pul. Shundoq berganda olmasdim. Ularni o'zim olib kelib berganman senga. Bo'ldi, o'zgaraman, tamom. Sa. Onasi? Ey onasi. Yana nima kerak? Ro'yxatga yozyapsanmi? Hammasi yozur. Xizmat ko'rsatish doirasidan tashqarida. Telefon находится вне зоны обслуживания. The phone is outside the coverage area. Telefon xizmat ko'rsatish doirasidan tashqarida. Ishlasangchi la'nati. Shirin bilan gaplashishim kerak axir, la'nati. Yoki akasiga qo'ng'iroq qilsammikan? U bilan pachaklashib o'tiramanmi? Yo'q. Nimaga aloqaga chiqmayapsan, Shirin? Sen uchun hammasi tugadimi? Tugadimi? Ovozli xabar. Hozir. Telefon xizmat ko'rsatish doirasidan tashqarida. Telefon находится вне зоны обслуживания. The phone is outside the coverage area. Shirin, qayerdasan? Senga rosa qo'ng'iroq qildim. Telefoningga tushib bo'lmayapti. Agar meni eshitayotgan bo'lsang, aloqaga chiq. Senda zarur gapim bor. Agar ko'nglingni shunchalar og'ritgan bo'lsam, meni kechirmasang, hayotimizni boshqa birga bog'lashni xohlamasang, shu haqida menga ayt. Javob ber. Men seni 24 soat kutaman. Javobingni kutaman, Shirin. Men olmosman. Javob ber. Yuborildi. Javobini kutaman endi. Ey Xudo. Jamilani balosidan qutulishim kerak. Ota o'g'il, epladik. Barakalla. Qalay? Uyimiz yoqdimi sizga? Ha, rasmdagidan ancha chiroyli ekan. Ha, to'g'ri. Men qaragin, rostdan ham qorning ochmi? Ha, ochman. O'zingiz rostdan ham tuxum qo'yib bermoqchimisiz? Mayli, harakat qilib ko'raman. Qo'limdan kelarmikan o'g'lim? Unda oyimni chaqira qoling. Shunaqa qilgan yaxshi bo'lardi. Chaqir. Oyi, oyijonim, mehribonim. Ha? Sizlar ataylab meni jahlimni chiqarish uchun shunaqa qilyapsizlarmi? Yo'q. Yo'q, yo'q. Nima bunaqa deyapsiz? Nima deylarmi? Tuxumnimi? Oyi, dada. Meni estinglar. Kelinglar birgalashib, opamnikiga mehmonga boramiz. Juda zo'r fikr bo'ldi. Birgalashib emas. Biz alohida boramiz. Nechta tuxum qovurib beray? Yo ovqat qilib beraymi? Qazi qaritalik. Yo'q, ovqat shart emas.
ikkita dona qovurib bera qol. To'ppa-to'g'ri. Undan oldin oilaviy rasmga tushamiz. Ey, bor rasm pasim. Oyijonim, rasmga tusha qolaylik. Yo'q, kerak emas. Internetga joylaysanmi? Yo'q, tarix uchun. Tarix uchun kerak oyijon. Keling. Anchadan beri birga rasmga tushmaganmiz. Yaqinroq. Oyijonim keling. Yaqinroq turing. Oyijon bo'ling. Ha, yaqinroq turinglar, yaqinroq. Yaqinroq tura qolgin, onasi. Iltimos, yaqinroq turinglar. Siz ol rasmingni. Xo'p, mana. Yaqinroq. Qani? Ana, to'xtanglar. To'xtaymiz. Endi ikkalanglarni rasmga olib qo'ying. Omon shart emas. Bo'ldi. Bu nima degani, soya? Kerak bo'ladi. Xo'p. Men uchun. Qara. Tarix uchun onajonim, iltimos. Mayli, sen uchun mayli. Keling, mana. Onasi, mayli degan. Kelajakda. Shundoq ham tushamiz rasmga. Xo'p, kelajakda bu nabiralarimizga ko'rsatadi. Ha, nabiralaringizga ko'rsataman. Xo'p, kel, ola qol. Oyijon, tarix soxtalikni yomon ko'radi. Iltimos oyijon. Senga ushlab oling oyijonim. Onasi. Kelinglar mana. Bo'pti, tez ol. Mana. Qani? Jilmayinglar, kulinglar. Qani? 1, 2, 3. Bo'ldi. Oyijon qarang, zo'r chiqdi. Mana. Ha, men tuxum qovura qolay. Mana dadajon, qarang, zo'r chiqdi. Qani? Shu ketgancha qayergadir qochib ketsam-mikan? Qaytib kelmasdim. Bu hayotni menga umuman keragi yo'q. Siz men uchun endi begonasiz. Hech qachon siz bilan uchrashishni istamayman. Iltimos, meni qidirmang. Bezovta ham qilmang. Endi siz menga begonasiz. Sizdan allaqachon voz kechganman. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Shirin, sen mendan voz kechdingmi? Ishonmayman. Bunaqa bo'lish kerak emas. Shirin, hayotimni izdan chiqarishdi. Sen noto'g'ri tushunyapsan. Bunaqa bo'lish kerak emas. Endi men nima qilaman? Boshimni qaysi devorga uraman? Nimalar bo'lyapti o'zi? Aybim nima? Ana hamma mendan ko'ra ko'proq ayb qilyapti-ku. Qayerga boraman? Nahotki Jamilani yonida qolsam, nahotki hayotim u bilan bog'lansa, qilgan shu kichkina aybim kattamidi? Shu aybni badalini to'lash shunchalar og'ir bo'ldimi? Men shunga loyiqmanmi? Ey Xudo, o'zing yordam ber. Anchadan beri bunaqa xavotir olmagandingiz. Bu nima deganing? Nega meni so'roq qilyapsan? O'zingizni bosib oling. Choyni ichyapsanmi, jonim? Tushunmadim. Kimdir sizni jonim dedimi? Yo'q, Ishonmasangiz, o'zingiz bilasiz. Ana, borib o'zidan so'ring. Hammasi o'zgacha. Qara, yangi uy. Bu uyda sen ham borsan, men ham borman. Shunaqa tipirchilayversangiz, militsiya chaqiraman. Ha, hoziroq xabar qilaman.